أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Hürmetli qarindoshlar, biz bugun Sura Al-Imronning 116-oyatiga keldik. İlgirki oyatlarda Allah subhanahu va taala ahli kitobning ichidagi mu'min guruh haqida so'zlab, bular da ummat eng yaxshi ummatning sifatlari yaxshilikqa buyurib, yamanlıqdan to'sadigan sifatlari so'zlanib bo'lgandan keyin bularni solihlarning qatoridan, ya'ni solih degan nima degan kelgan vaqtida solih degan yaxshi ishlarni qilishga yaraydigan, vazifasini ado qilishga yaraydigan, ishlarning yaxshi tarafining yaxshi bo'lishiga kafolatlik qiladigan va texim yaxshilashtiradigan kishilar bu yo'lda qilgan har ish Allah tarafından mukofotsiz qilib qolmaydi. Hammasi to'liq mukofot beriladi. Allah muttaqillarning qilgan ishlarini hammani birdan bir bilib turadi degan mazmun bilan oxirlashgandik. Ya'ni mu'min guruhiningki qilgan yaxshi ishlari haqida so'zlab o'tgandik. Bugungi 116-oyatda del aksi tarafdagi kishilarning, ya'ni kofirlarningki qilgan yaxshi ishlari yoki dunyodagi ular tayinayotgan bir tayanchisi bor. Mayli nimaga bog'langan bo'lsa qalbi yoki nimaga asoslangan bo'lsa ularning hayoti, bu narsalarning bularga qanchalik foydasi bo'ladi, qilgan yaxshilarining qanchalik foydasi bo'ladi, dunyodagi bular tayangan imtiyoz mol dunyolarining bularga qanchalik foydasi bo'ladi, bu haqda so'zlaymiz. Astag'firullah. Innallazina kafaru lan tughni anhum amwaluhum va la awladuhum minallohi shay'a va ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Yani kuffarlar ularning mal mülklari yoki ballari Allohning oldiga olganda hech narsaga asqatmaydi. Ular dozaqning egalari ashabun nar. Bular dozaqda mangu qoladi. Endi oyat bizga shunda deydi qarindoshlar. Kuffarlar, mu'min bo'lmaganlar o'zlarininki topgan mol dunyosi, jaddi jamiyati, masalan o'zininki urug' tuqqanlarining ko'pligi, balvoqlarining ko'pligi asqitib qoladi Allohning oldiga olgan deb o'ylaydi. Bular buni yaxshi o'ylaydi. Amaliyotda mal-mulk, balvoqa, jaddi jamiyat ve insanını mağrurlandırıdığan yoki insonning o'zining mustaqillik tuyg'usini insonga berib, o'ziga tayinish, boshqalarga tayanmaslik tuyg'usini beradigan narsalarning hammasi Qur'on istilohida fitna. Fitna degan nima Qur'onning istilohida desa, inson uningdan ya natija bilan o'tadigan yoki salbiy natija bilan o'tadigan bir imtihondan iborat. Masalan, Sura Anfal'ninki 28-oyatida manda bir oyat bor. Va'lamu annama amwalukum va auladukum, bilinglarki sizlarningki mol mulklaringlar, ballaringlar fitna ifodasi bilan qo'llanilgan. Bular fitna da'vatidir. Hali biz tushungan Uyg'urchadagi fitnaninki qaratmalik bir ma'nosi emas bu yerda. Uning texmi cho'ng bir ma'no. Ya'ni inson boshini o'tkazadigan bir imtihon bu. Mush imtihondan o'talganlarga qarata va annalloha indahu ajrun azim. Allohning qo'shida buyuk bir imtihon bor. Amaliyotda fitna degan so'zning hammasi yomon ko'riladigan ish emas. Yomon emas, ya'ni xuddi imtihon degan so'z yomon bo'lmagandek, inson hamon fitnadan o'tadi. Dunyodagi insonning hammasi yashayotgan har holati fitna ustida. Ya'ni fitnani bir imtihon deb tushunish kerak. Masalan, bir odamningki bollari bo'ladi, mol mulklari bo'ladi, huquq nufuzi bo'ladi. Inson shu mol mulklar bilan oldinib ketamdi. Inson shu huquq nufuziga ishinib qolamdi. O'zining jaddi jamiyatining ko'pligiga qarata g'adib qolamdi yoki bulardan go'zal ravishda atlab o'talamdi. O'zining mol mulklarini yaxshilik yo'llariga sarf qila olamdi. O'zining jaddi jamiyati urug' tuqqan qo'l ostidagi mas'uliyat doirasidagi kishilarni Allah ko'rsatgan yo'l bo'yicha yetaklab mang'amamdi. Bularni diniy yo'lda yashtalamdi. Buning hammasi amaliyotda sinoq. İnsan bu sınaqdan ya utuq qazanadi, yani sınaqdan o'tadi, imtihondan yaxshi natijalar bilan o'tadi. Bu uning nisbatan yaxshilik qiladi. Birilgan mol dunyo qiyomatda asqatadigan ajoyib
bir yaxshilik qiladi. Balları jaddi jamiyati buning nisbatan qiyomatda jannatga kirishga yordamchi bo'ladi. Buning birilgan nufuzi qiyomatdagi darajasini ko'tarishga sabab bo'ladi yoki imtihondan o'tolmaydi. Bu imtihonda yo'lda qolib qoladi yoki o'zining zafiyatini qanaq qilib qo'yadi, ko'rsatib qo'yadi. Ya'ni oyat bizga shunda davatudiki, mu'minlar ilgirki oyatdagidek bu imtihondan o'tadi, ammo ma oyatda deyilgandek kuffarlar dal mushi imtihondan o'tolmaydi. Shunda bir kun keladiki, bular bugun tayangan o nupuz, o mal dunyo asla asqatmaydi. Ham yo'q vaqtida bo'lgan taqdirda asqatmaydi. Va yoki bugun mag'rurlandiga uni, bugun shuningga ishinib ketgan jaddi jamiyati balavoqlari u kun usti yo'q bo'lgan taqdirdami ham asqatamaydi. Oxiratda u mol-mulklari bo'lgan taqdirda bilan setib ololmaydi. Hamma odam üzülen, balasımı üzülen, dadısımı üzülen, qarindoshlarimı üzülen, dunyoda ishonchi qilgan har kishi o'zining holi bilan. Sur Luqmonda 33-oyatda ya ayyuhan nasu taqu robbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladi wa la mawludun huwa jazin an walidihi shay'an. Ey kishilar, shunda bir kundan qo'rqinglarki, ota balaga, bala atığa hiç narsaga asqatmaydi deydi. Allohning va'dasi haq. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Bu dunyo sizlarni hayot dunyo aldab qo'ymasin. Wala yaghurrannakum billahil gharur. Sizlar Allohni bu ishlarni hargiz bunda o'tkazib o'tdi deb, hisob olmaydi deb, qilgan xatoliginglarga jazo bermaydi deb bu şekilde alınıp qalmanglar. Allah'ını bunda tushunmanglar degan bir şekilde bizga qiyomat ahvoli to'g'riliq ma'lumot berdi. Ya'ni qiyomatda har odamning o'ziga yetarlik ahvoli bo'ladi. Kuffarlar dunyoda mol mulklarga shuncha urushidi. O'zining balavoqlaridan shuncha faxrlanadi. Ya'ni mol mulki shuncha urushidi deganimiz mol mulk tepish, mol dunyo tepish tabiiy xato emas, balki buyurilgan ish. Ammo mol mulk uning hamma narsasiga aylanib, barliqiga aylanib, balavoqlar uning barliqiga aylanib, mushuning yo'lida har qanday vositalamay qiladi. Eskiliklarni qiladi, yomonliklarni qiladi, razilliklarni qiladi, boshqalarning haqqiga kiradi, boshqalarga zulm qiladi. Mushu xiyolida uning asqatidi deb o'ylaydi. Buning varligi mushu deb o'ylaydi. Mushulan bo'lsa, tamam, hamma ishlar hal deb o'ylaydi. Halbuki lan tughni anhum. Ayette bu ulağa asla ve asla asqatmaydı. İnnellezine keferu lan tughni anhum. Asla asqatmaydı. Asqatmaydı deb tercüme qildim tercümede. Aslida bunu bihacet kılanmaydı degan ma'noda. Arab tilidagi g'ani deb bir so'z var. Mushu lan tughni degan so'z bilan yiltizi bir o'g'an. Ya'ni boshqalardan bihacet. Hiç kimga ehtiyoj tushmaydigan, har ehtiyojni o'zi qamdayoladigan odam g'ani, Uyg'ur tilidagi boy bo'ladi. Meniki lan tughni anhum degani, ya'ni ularni o'zi mustaqil o'zlarining ishlarini bitirib qiladigan, hech kimga muhtoj bo'lmaydigan qilinmaydi. Yani cho'qim mutlaqo qiyomat kuniga bo'lgan vaqtda dunyodagi o prinsip ahvol tugaydi. Sabab natija qonuniyati tugaydi. Dunyodagi topgan puling sana bir yaxshilik olib keladigan holatlar tugaydi. O'zingning balavoqlari jaddi jamoating bilan kuchlik hisoblanadigan vaqt tugaydi. Hammasi tugaydi. Bu yerdagi maqsad tugaydigan narsalar maqsad dunyodagi oz olsun ko'p bo'lsin, ham dunyoning mol-mulk, dunyodagi inson imkoniyat erishtirilgan inson qarta huquqni buzma, hammasi shu yuqorqi inson qiyomat kunida insonni hech nima mehr qilolmaydigan ishlarning qatoridan. Amaliyotda dunyo qarindoshlar tuzluq tomoq yoki tuzluq suv o'xshaydi. Sen bunu yegan siri, ichgan siri texmo seni ko'paytirdi bu tashnoligingni. Suni ichsang yana usaysa, suni ichsang yana usaysa, mushunga o'xshaydi. Mu'minning buning tutadigan pozitsiyasi boshqa, ammo oyatda deyilgandek kofirning buning tutadigan pozitsiyasi boshqa. Kofir o'zini aldaydi. Mushunga o'zini mashg'ul qiladi. O'zining pul-mol, huquq-nupuz balavoqlari bilan mag'rurlanadi. Halbuki hayotninki mashta bir o'tadigan sinoq maydoni ekanligi, bu hayotning hammasining egisi borligi buni unutmaydi. Hayotni o'zining hajmida muomala qilmaydi kofir.
Əməliyyatda özünün mal mülkündən aldınış, balvaqlardan aldınış, hüququnu buza aldınış bir insan aldaydıgan iş. Dünyada hayatda insan pulsuz mu yaşap ütələydi, balvaqsız mı yaşap ütələydi? Amma balvaqlarga, pullarga, nopuzlarga aldanğanlar qiyomat günüsü şu aldınıp, şu aldınışның türtküsüdə xata yollarga chiqqan, g'ayrimeşru yollarga chiqqan, vasıta tanlamagan, başqalarga zulm qilgan, başqalarning haqqini yegan şu mal mülklerininki, ballarınınki özge həsirət buluduğanlığını qiyomat günüsü, özge qarşı guvalı qılıdığanlığını kuffar unutup qaladı, kafirlar unutup qaladı. Allah subhanahu wa taala muşu xil şekilde özünün mal mülk balvaqlarından alınıp ketken, mağrurlanıp ketken kafirga qarata nim deydi Allah ayetinin ahirida? Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Bunun kelgüsü muşuludu. Dövzəxnin igisi ifadesi kullandı bu yerde. Bula dövzəxnin igisi. İgi degen nemu Arap tilidagi sahib degen nemu, ashab degen nemu. Asli sahib, ashab. Her qanday adam birovni mening do'stim, mening yo'ldishim, mening hamrodishim, safardishim deb o'ziga tanlagan kishi shu insonning sahibi bo'ladi. Ya'ni bu yerda bu inson dovzaxni o'ziga qanday qilgan bo'ladi, tanlagan bo'ladi. U dovzaxdan aslo ajrimaydi. Dovzax uni asla qanday qilmaydi. Rad sahib ifodasi bir-biridan ayrilmaydigan ikki hamroni nima deymiz? Sahib deymiz. Kıyamet günüsü o sahipten pişman kılsa mı acıyanmaydı. Bu onundan acıyanmaydı. O bunu hem kuvvetmeydi. Mesela dünyada biz bazı kişilerin özümüzge hemrah tallayımız. Bazı kişilerin soğudu hemrah tallayımız. Mesela bazılar toyu kılıdı mesela birisi. Ama tallap boğandın ki özünün hemrahı naçar çıkıp kalsa insan nemdeydi şu vaxtıda. Hem de bunu üzem kılgan davaga, üzem kılgan balaga nege varay davaga. Yani üzem taptım bu hapılıqni, üzem kıldım bunu, üzem tallagan bu adamni bu ticaret şirkçiligiga, üzem tallagan bunu hayat hemralıqımga degandek bir xil pushman qıpmı acıyanmaydı ya dünyada şunda ahval oldu. Kıyamet günüsü aynı şu ahval oldu. Yani bu insan özünün o halga düşüp qalğanlıq qarta özünün cinayet işkelligini şu vaxt etiraf qılıdı. Hatta dövzəx qarta Toşton mu deyilse dövzəx nim deydi, yine bağ mı deydi. Yevme nequl li cehenneme helim telat ve tequlu hel min mezid. Sur Qaf'ninki 30. ayet. Demek kıyamet günüsü ashabun nar degen gep bular dövzəxni asla çıxıb ketmeydi. Dövzəx bularni asla quyub etmeydi. Bularning ahvoli shunda bo'ladi. Hatta kıyamet günüsü insanınki, kafir insanınki bedendeki her aza şu insanın üzüge qarta qarşı guvalı qırıdı. Çünkü dünyada insanga şu azalarını başquradigan huquq berilgan. İnsan özü xalab küzünü qalğan o'rniga qarata alaydı. Tili bilan qalğan gapni so'zlayalaydi. Qo'lini qalğan ishlarga ishiltidi. Putini qalğan o'rniga berib mangdura alaydı. Yani insanın iradesiga bo'ysundigan qilib bergan Allohning kıyamet günüsü mesele başqacha oldu. Misal orqali tushundirsek, bir boshliqqa bir huquq berilgan vaqtida shu idoradagi ya shu boshliqning qo'l ostidagilarning hammasi qanday bo'lsa boshliqning buyrug'iga bo'ysunish majburiyatida. Ya'ni boshliqning gapini to'g'ri deb qarasin, xato deb qilsin bo'ysunadi. Ammo hisob suriladigan kunda boshliq huquqidan aptashlanib o'tkazgan xatoliklarga qarta jazolangan vaqtda burun şu adamga bo'ysungan bütün işçilerinin hammasi, xizmatçilerin hammasi bu bizni manda ishga buyurgan, ma ishga sağan, qığımız yo'qdi, amma buyruq shunda degan shaklda qarshi guvohlik berdi ya dunyoda. Valillahil masalul a'la. İnsanga dünyada qo'l, pot, ko'z, bütün beden a'zolari bo'ysundirildi. Asla asilik qilmaydi. İnsan deganni qiladi, deganni so'zlaydi, deganga qaraydi, deganni anglaydi. Ammo qiyomat kuni kelgan vaqtda insonning o'zining qo'l, pot, beden a'zolariga nisbatan hokimiyati tugaydi. U vaqt irodasi ishlamaydi insonninki. Bütün beden a'zolari bizni mushu ishlarga sağan, palon yerga qarag'ili sağan, pukuni gapni qig'ili sağan, pukuni ishni tutquli sağan, pukuni yerga bag'ili sağan. Mushning hammasi qiyomat kunisi egasiga qarshi guvohlik shaklda insonga bir guvohlik qiladi. Ya'ni qiyomat kunisi bu insonlar shu tufaylidan andavzaqini bo'ladi, mahkum bo'ladi degan gap yani.
Demek bu yerde insan ashabunlar degan insonga eng yaqin nuqtadan boshlanib, bu inson oxirsida do'zaxga hamroh bo'lib, do'zaxdan chiqolmaydigan bir narsaga. Shunga ulayka ashabunnar hum fiha xolidun. Endi bunda desek ko'z oldimizga bir savol kelishi mumkin kaldimizga. Dunyoda nurg'un yaxshi ishlarni qiladigan kafirlar var mesela. Özü Müslüman bo'lmasa-mu, nurg'un xayriy ihson jamiyatlarini qurdi mesela. Yetimlarga bir jamiyatlarni qurdi, yo'l soladi, ko'rik soladi. İnsanlarga nurg'un kashfiyotlarni ijod qilib, ularning ishlarini qulayliqlashtirdi. Demak, undan boshqa nurg'un yaxshi ishlarni qiladi endi. Bular Allohning nazarida qiyomat kuni hisob bo'lmaydi desa, hech qaysi hisob bo'lmaydi bularninki. Bir adam kafir oldu mu? Kuparlıkның en yüksek tarafında yaşadı mı? Aşu kafir turup kılgan işi Allah'ın aldıda hiç nimi götmeydi. Nimiş götmeydi? Bu hakta kinki ayette. 117. ayette. Bu hak sözlerimiz Allah bu hakta davat edu "Meselu ma yunfikune fi hadihi'l hayatid dunya kemesel rihan fiha sirrun asabat harsa kavmin zalemu anfusahum فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون." Ular bu hayatı dünyada qilgan barliq ishlarininki misali o'xshashi olsa, bir buran chapqulluq shamol, odatda ovoz chiqarib chiqadigan bir buran var ya, ash ovoz chiqarib keladigan buran chapqulluq bir shamol bir kishilarninki etizig'i berib, etizdagi ziraatning hammani vayron qilayotgan bo'lsa, hech nima qolmaydi ya o'rtaliqda. Bunda buran chapqulluq shamol deganda narsa qolmaydi. Ovoz chiqargudek darajada. Mushu ahvol ham o'xshaydi bu ahvol. Ya'ni etizda hech nima qolmagandek, ularning amallaridan hech nima qolmaydi. Bular o'ziga o'zi zulm qildi. Ya'ni o'ziga o'zi zulm qilgan qalbning etizligi demakchi. Shundan bu shamol bularni butunlay yo'q qilib etdi. Eminat Alloh bular zulm qilmadi, lekin o'z-o'ziga qana qildi, zulm qildi. Endi oyat kupparlarning bu hayatı dünyada Allah'ның yoludan yiroq holda, iman etmagan holda qilgan ishlarining hammini buran chapqulluq shamolga o'xshatib sifatlayapti. Oyat ishlatilgan bir ifoda va qarindoshlar, sir, shamol deb bo'lib, shamolda buran chapqunba degan ma'noni ifodalagan sirrun degan bir iborat bor. Arab tilida bu so'z aslida ovoz chiqarish ma'nisiga qo'llanildi aslida. Lekin shamol kuchib buran chapqunga aylanib ovoz chiqqudek darajaga borgan holatni sir deb ifodalaydi. Qur'on qarasak bu xildagi ifodalar intayin ko'p. Masalan, sura Zariyatda fa aqbalat imra'atuhu fi sarratin. İbrahim alayhisolamning ayolininki nihoyatda vaqrab urib keldi degan yerda ovoz chiqarish ifodasiga sarra qo'llandi. Lekin sura Haqqaniki 6-oyatida atninki bir xil buranchab qulluq shamoldan vayron qilindi, halok qilindi degan yerdami va amma adun fa uhliku bi rihin sarin deb sar iborasi ishlatilindi. Demak, oyatni texnik tushunish uchun biz so'zning aslidagi ma'nosining ichiga kiryapmiz. Sirrun degan ovoz chiqara oladigan darajadagi shamolni sirrun deymiz. Endi shamol ovoz chiqargudek darajaga yetdi degan gap, u oldida bir narsa qoldirmaydi, hammani yo'q qiladi degan ma'noda. Andikin oyatda ashta shamolliq, buranchab qulluq shamol bir-birlik kishilarninki etizg'a yetdi. Hars degan so'z nima desangmi? Hars degan chuqum bir narsani terib, bir ya'ni aqtirib, ya'ni yumshatib, bir narsa sog'an, bir narsa ungan mandaq holatni hars deymiz. Masalan, sura Voqeada afara'aytum ma tahrusun antum tazra'unahu am nahnu zariun. Ya'ni Uyg'urcha taxma aniq ochiq ifodalasak qarindoshlar, bir ziroatni inson terib, masalan, ya'ni yumshatib, uruq selib, andan unib bir ziroat bo'g'ilayotgan bir itiz holatni nima deydi? Haris deydi. Ya'ni oyat xuddi bizga shuna demoqchiki, bu shamol ziroatni butunlay qana qiladi, vayron qiladi. Hatta harisni men bayatın bir yere söyledim ya, bir yani yumuştup, teriş, bütün jarayonni haris dedim ya, shamol
bir qavmninki ashta etizini vayron qiladi degan ifodada ya haqli iborat keltirmay, ya ziroatni vayron qilib keltirmay, hars deyishning sababi ishning ujur bujurligicha hech kim qolmaydi demakchi. Ya'ni chunki hars degan so'z bir ya'ni ashu dastlab rus tilida ilgari yumshatishdan tortib, keyingi hosil yig'ish jarayonigacha bo'lgan umumiy holatlarni hars deymiz. Ma shamol ashta harsni, ashta etizlikni vayron qiladi degan ifoda, ya'ni kofirning qilgan amallarininki hech qaysi qolmaydi. Tigidan yiltizgacha hammasi yo'qaydi. Ya'ni bir tillik qiyomat kunisi uning nimiz ahamiyati qolmaydi degan ma'noda bo'ladi qarindoshlar. Ya'ni mu'min bo'lmagan niyat bilan qilgan har qanday bir yaxshi ish, har qanday bir qilgan sarf qilingan iqtisod nimaga o'xshaydi desanglar, shamol tubdan vayron qilayotgan bir terilg'i etizga o'xshaydi. Hech nima qolmaydi u yerdan. Hech nima qolmaydi. Endi nima uchun bunday bo'ladi qarindoshlar? Chunki bu ilohiy adolat. Bu qanday ilohiy adolat? Qilgan yaxshi ishlarga nisbatan, xarjlagan pullarga nisbatan, sarf qilgan kuchga nisbatan ajr berilmaslik ilohiy adolatmi? To'g'ri. Chunki har qanday ish nima nishon qilinsa, shuningga erishiladi. Allohning adolati buki, inson qilgan ishidan nimani ko'zlasa, Alloh uningga shuni beradi. Bu Allohning adolati. Bir odam o'zining ish harakatidan pulni niyat qilgan bo'lsa, Alloh unga pul beradi. Allohning adolati. 100 obro'yni, nom shuhratni iroda qilib bir ishni qilgan bo'lsa, Alloh uni shunga erishtiradi. Allohning adolati. Agar u nupuzni, huquqni orzu qilib yaxshi ishlarni qilgan bo'lsa, Alloh uningga erishtiradi. Endi kuffarlar, mu'min bo'lmaganlar, musulmon bo'lmaganlar bir yaxshi ishni qilgan vaqtda kim diyalaydi ular qiyomat kunisi mushu yaxshi ishimizga ajr olamiz degan niyat bilan qiladi deganni hech kim demaydi. Chunki ular qiyomatga ishonmaydi. Na qiyomat borligiga ishonmaydi, na qiyomatda bir hisob borligiga ishonmaydi, qilgan yaxshi ishlarga ajr beriladiganligiga ishonmaydi, hatto bir ilohning borligiga ishonmaydi ular. Ular kallasida yo'q ajrni ularga nima uchun beriladi? Albatta berilmaydi. Chunki ular uni iroda qilmadi. Ular nima iroda? Masalan, tarixga masshtab sifatida bilan yoziladi. Qildi bir ishni, yozildi. Iroda qilganga erishdi. Demak, u nimani ko'zlagan bo'lsa, nupuz, mol dunyo, nom shuhrat, tarix yozilish yoki insonlik nuqtasidan qilgan bo'lsa, shu insonlik nuqtasida u ko'zlaganga erishadi. Ammo uning orqasiga ishonmadi. Orqasini o'ylamadi. O'ylamagan narsa tabiiyki qana qilinmaydi, berilmaydi. Bu ilohiy adolat. Endi mushu nuqtani Alloh subhanahu va taolo bugungi oyatda bizga bir misol orqali ifodaladi. Bilasizlar, Qur'oni Karimda bizga masalalarni inchga yuritib berish uchun, chunki ko'pincha masalalar biz aql orqali tafakkur qilib o'ylaydigan masalalarga chiqib, masalalarga aqlimiz yetmagan yoki masalalar to'liq yuritilmagan vaqtda Alloh subhanahu va taolo buni hissiy, amaliy ko'zimizdan ko'riladigan, bunda bir tasavvurimizga sig'dira oladigan bir holatlar bilan davom Qur'onda mushkil shaklda misol qilib tushuntiradi. Buni Qur'oni Karimdagi amsollar, ya'ni Qur'oni Karimningki misol keltirish qismi deb maxsus bir ayrim qism bor bu haqda. Masalan, deyli, men bir kichik bir misol keltiray. İnsanınki aqliy tuyg'usidagi yakunlar asosan hissiy tajribalardan barliq keladi. İnson dunyoga eng kelgan vaqtda, bir kichik bola vaqtida o'tning ko'ydirdiganligini cho'qim qo'li bir qatim qiziq o'tga yiqilish baqib, undan keyin his qilib, "Ha, shu o't ko'ydirdi ekan" degan tuyg'u insonning kallasiga kiradi. İnson hasal ichib baqib, "Ha, hasal degan tatliq ekan" degan tuyg'u kallasining ichiga kiradi. Demak, inson dunyoda her narsani ya ko'zi orqali ko'rib yoki his tuyg'usi bunda tutib silab baqib, ya purab baqib, ya tetib baqib, ya anglab degandek insondagi bir tuyg'u idrokat a'zolari bor. Shu a'zolar orqali andagi aql amri ma'lumotga to'shadi. Ya'ni insonga nisbatan aqliy yakun hissiy a'zo yo'llari bilan yoki hissiy tuyg'ular bilan, hissiy ishlar bilan shakllanadi. Endi Qur'on
Hatta muşunu tasvirlab nim deydi sura Nahl'ninki 78. ayetida Vallahu akhrajakum min butun ummahatikum. Allah sizlarni ananglarning qo'sqidan chiqardi. Hech nima o'qimaydilar. Sizlarga qaranglar. As-sama, quloq, val absar, ko'z, val afida qalb. Qaranglar. Quloq, ko'z, qalbni Allah yaratdi. Ya'ni insonga eng burun aqli idrokat toplanadigan yo'l quloq, ko'z va boshqa hissiy a'zolar. Lekin aqli idrokat insonda bo'ladi. Anda bo'lgandan keyin Qur'oni Karimda nurg'un narsani bizga tushuntirish uchun Alloh subhanahu va taolo ashta tashbihatlarni, misollarni ishlatgan. Aqallisi biz bir odamga bir chapan oldim deydi, men do'kondan bir chapan olsam, do'stimga bir chapan oldim, qanday chapan desa tasvirlab bermayman buni. Nima deyman? Haliqi palonining uchistiki chapanni ko'rganmiding? Ha, shunda chapan. Ha. Darhol tushuniladigan gap. Palani menda kiyimdan birini oldik, rengi qarigan qanda qara desa, ash qarilik dadisini ifodalash uchun shuni o'xshaydigan bir narsaga o'xshatib turib ifodalaymiz uningga. Masalan, palani egizgan desa, qanchalik egizgan desa, haliqi Ahmad va bizning nimidagi shu Ahmadchilik keldigan desa, ha. Demak, bir insonning aqlida bir narsa shakllanmoqchi bo'lsa, cho'qim hissiy ishlarga selishtirish orqali ondan aqlda bir yakun paydo bo'ladi. Qur'oni Karim mushu xil shakldagi misollarni favqulodda ko'p ishlatgan. Masalan, shirk masalasini tushuntirish uchun Allohga shirk keltirgan inson bilan tavhidchi insonning farqini tushuntirib, qanday misol keltirgan Sura Zumarda 29-oyatda daraballohu masalan rajulan fihi shuraka mutashakisuna va rajulan salaman li rajulin. Bir necha xo'jayinning xizmatkor bo'lgan odam bilan bir odamning xizmatkor bo'lgan odam o'xshashmi? Qaranglar. Bir necha odamning xizmatkor bo'lgan odam qanday holga qoladi? O bir narsaga buyuruydi, bu bir narsaga buyuruydi, balkim uning buyurishi bilan buning buyurishi bir-biriga zid qilishi mumkin. Buning orasida qoladi bu odam. Bu odamning to'g'ri bir muqim liniya yo'l olmaydi. Birdan uning qashig'i boradi, birdan uning qashig'i boradi. Hatto ikki xo'jayinning buyrug'i izga qolgan vaqtda qattiq siqilib qoladigan. Hayotdagi mushrik odamning Allohga shirk keltirgan odamning ahvoli bo'ladi. Ammo bir odamga xos bo'lgan xizmatchi shuning buyrug'ini qiladi, shu sizga yo'llanmadi. Allohga hech kimni shirk keltirmay tavhid bilan yashagan odamning ahvoli bu. Ma shaklda bizga qanday quvvatida Alloh tushuntirib beryapti. Undan boshqa hayotni Alloh subhanahu va taolo tasvirlab, shuni misol orqali tushuntirib Sura Kahfda ninki 45-oyatida wadrib lahum masalal hayatid dunya. Ularga hayotni bir misol qilib so'zlab bergan. Hayotning misoli osmondan tushgan bir suv o'xshaydi. Andan bu suv sababli zaminda o'simliklar, ko'ktatlar, masalan, unudu, ziroatlar bo'ladi. Andan bu quriydi, shamol uchirib ketib hech kim ham insonning hayotini bu shaklda tasvirlaydi. Ya'ni bundan boshqa misollarni aytib ko'p. Yana misol olay. Sura Yunusning 24-oyatida hayotni tasvirlab kelib, hayot degan manda bo'ladi. Eng zirvisiga, eng cho'qisiga chiqib, eng go'zal holatga kelgan vaqtida faj'alnaha hasidan ka'allam taghna bil ams. Biz hech nima ilgari yo'qdek bir musibatlar bilan hayot yo'qolib, hayotni ma'noga o'xshat ifodalayotdi. Endi o'zimizning oyatiga qaytib kelsak, bugungi oyatdami kuffarlarningki, kofirlarning qilgan yaxshi ishlari, qilgan sarf qilgan iqtisotlari, sarf qilgan kuchlari, bularning hammasi nimaga o'xshayotdi? Masalu ma yunfiquna fi hadhihi al-hayat ad-dunya kamathal rihan fiha sirrun. Har bir tafsilotga inchki kirish kerak. Allah kimga o'xshatdi? Qalbida Alloh bo'lmagan, Allohga iymon etmaydigan pul yoki kuch sarf qilib yaxshilarni qilgan kishilarni o'xshatdi. Nimaga o'xshatdi? Bir ziroatgarlik, bir etizlik, hamma ishlar joyida qilingan. O yumuşturulgan, urug' silingan, sug'urilgan, bu yerda terilgan o'simliklar masalan yoki ziroatlar ungan bir holatga o'xshatib turib, buni o'shunda biron chapqonliq shamoldan birisiga bir tegdi. Bu yerda hech nima qolmadi. Ya'ni bizga shuni tasvirlayotdiki, qiyomat kunisi bir tiyinlik hisob o'tmaydi demakchi. Hayotda Allohga iymon etmagan, Allohning yo'lida mangmagan, Allohni nishon qilmagan, Allohni ko'zlanmagan har qanday ish qiyomat kunisi
hech nimaga hesab emas. Chunki u ko'zlamadi. Böyle bir zulüm qilgandek tuyg'u bo'lib qolmasin sizlarda. Esingizda bo'lsin, zulüm qilgandek tuyg'u bo'lib qolmasin. Masala aniq, chunki u qilgan har ishlaridan uni ko'zlamadi, uni nishonlamadi. Ko'zlamagan, nishonlamagan niyatida uni o'zining hadafiga qilib bekitmagan ish, uni bu birilmasligi zulm emas. Shuningdek oyatning oxirida va ma zalamahumulloh, Allah ulug' zulm qilmadi deyapti. Allah ulug' zulm qilmadi deyapti. Zulmni o'ziga qildi ular, o'ziga. Endi misha kelgan vaqtida bir savol kelishi mumkin. Oyatning oxirida o'ziga zulm qilgan kishilarning ziroatgorligiga yetganda bir ifoda bor. Bu ifodalar boshqa oyatlarda tilga olinadi. Sura Qalamda masalan 17, 18, 19, 20 oyatda inna balawnahum kama balawna ashabal janna, bir bog' egilarini biz sinadik. Sinagan o'xshash ularni sinadik. Ular attigan bir mevalarini uzib olib, hech kimga bermaslik, hech kimga o'qitamaslik, boshqalar o'qimasdilar. Mevalarini yig'ib ehtiyojlilarga muncha sadaqat yoki ular ishqitishlik haqlarini bermasdan yig'ib olishni planladi. Kechsi Alloh tarafidan bir azobdan birisi kelib, hammani ko'ydirib o'tib, o'ziga zulm qilgan, o'tkazgan xatolik tufaylidan ziroatlari nimaga uchirgan, halokatga uchirgan, ya'ni dunyoda xatolik o'tkazganligi tufaylidan o'zining qilgan yaxshilarining hammasi kuyib ketgan, xato yo'lda manganlik tufaylidan qilayotgan amallari kuyib ketgan insonlar tilga olindi oyatda. Endi manda bir savol kallamizga kelishi mumkin. Tamam. Yani xato yo'lda mangan, o'ziga o'zi zulm qilgan kishilarga o'shta bir ma'zi bir musibatlar kelib, ularning xatoligi tufaylidan ashta bo'ldi ekan. Endi bir kishi o'ziga zulm qilmadi, yana xato yo'lda mangmadi, to'g'ri yo'lda mangdi, Allohga iymon etdi, qilayotgan ishlarining haqlarini joyida ado qildi. Manda odamga mu ba'zida krizislar, xafaliklar kelib qoladi ekan masalan. Mu'min odamning mu tuyuqsiz bir ofat kuchrab bog'lari kuyib ketadigan ahvollar va tuyuqsiz ofat kuchrab zavodlari kuyib ketadigan ahvollar va tuyuqsiz ofat kuchrab mashinalarga voqea uchraydigan ahvollar va buni nima deymiz desa, dal mushiyada mu'min bilan g'ayri mu'minningki farqi o'tirib chiqadi. G'ayri mu'min qilgan yaxshi ishlariga ajr savob berilmasligi bilan birga uchirgan musibat va jafo mushaqqat krizislarga ular hech qanday bir ajr berilmaydi. Bu bularga qattiq alam bo'ladi. Chunki bular yaxshi ish qilib, gullanib, taraqqiy qilgan vaqtda men qildim, o'zim qildim degan bir nuqtada davomlashgan bular hayotni shunda davomlashtirgan. Hamda ma'qul musibat, ma'qul jazo kelgan vaqtda mana bular buning dardini kimdan elish yoki buning orqasida qanday bir ishlarni borligini singdirolmaydi, hazm qilolmaydi. Bu moddiy jihatga uchirgan ziyondan boshqa ruhiy jihatdami bularga ig'ir darajada ziyon keladi. Ammo mu'min yaxshilikqa erishgan vaqtida Alloh subhanahu va taolo buni badi ma'na nisbatan bu bir imtihon, bu bir sinoqda buningdan go'zal bir shaklda o'tishga tirishsa, endi musibat kelgan vaqtda mu'min buningga nisbatan qanday qaraydi desa, bu Allohning bir imtihoni, Allohning bir sinoqi. Alloh mushu musibat orqali, mushu xafalik orqali balkim mening qilgan ba'zi yo'lsiz ishlarimni pokizlaydi, ba'zi gunohlarim yuyiladi, ma'na nisbatan bu ajr deyiladi. Mana qaranglar, mu'minningki qilgan yaxshi ishlari ajrlik, uchirgan xafiliqimi ham ajrlik. Kofirningki qilgan yaxshi ishlari ajrsiz, uchirgan xafiliqlarimi ham nima ajrsiz. Shu bu yerda hargizmi kallamizga kelib qolmasinki, nimda bir odam iymon etmaslik qilingan butun yaxshiliqni hisob qilinmaydi degan savol kelsin. Chunki ular qilayotgan yaxshi ishlariningki ko'zlagan nishoniga erishib bo'ldi ular yoki erishidi. Ular asla Allohni ko'zlamagan, oxiratni ko'zlamagan bo'lg'achqa, ularga Allohning ajr bermasligi, oxiratda ularning qilayotgan yaxshiligining hisob o'tmasligi nayt ilohiy adolat. Go'zal bir odillik bu. Shunga masala insonning o'zida va ma zalamahumulloh. Alloh ulug' zulm qilmadi, ammo zulm qilish to'g'ri kelib qolsa insonlar o'ziga o'zi zulm qildi. Chunki dunyoda ham foydasini ko'radigan, oxiratda ham ajrini oladigan bir yo'lni qo'yib qo'yib, faqat ko'zlagan dunyoda maqsadiga yetadigan yoki yetmaydigan, oxiratda aslo yetolmaydigan, aslo erishamaydigan bir yo'lni tanladi. Bu orqali o'ziga o'zi zulm qilgan bo'ldi. Amaliyotda bu Allohning buyuk adolatining bir ifodasi. Bugungi darsimiz mushayada to'xtaydi. İnşallah dersimizin davamını 2 soatlik
dersimizni davomlashtiramiz. Va axiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.